O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasining Buxoro viloyat kengashi binosida 28-aprel Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan mehnat muhofazasining yangi bosqichi ish joyida sun'iy intellekt va raqamlashtirishning roli mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Unda O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasining axborot texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish bo'limi vakillari hamda O'zbekiston agrosanoat majmui xodimlari Kasaba uyushmasi Respublika kengashi hamda sohaning boshqa vakillari ishtirok etdilar. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Ushbu tadbir doirasida yangi texnologiyalar, xususan vazifalarni avtomatlashtirish, intellektual vositalar va monitoring tizimlaridan foydalanish bo'yicha fikr almashildi. Shuningdek, tadbir davomida mutaxassislar tomonidan ishchi joylarda sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar hamda kasb kasalliklarining oldini olish, mehnat muhofazasi to'g'risidagi qonunchilikka amal qilishda jamoatchilik nazoratini ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Bundan tashqari, mehnat muhofazasi sohasidagi so'nggi texnologiyalar yutuqlar, ayniqsa sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar asosida xavfsizlik tizimlarini qayta ko'rib chiqish va modernizatsiya qilish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Xalqaro mehnat tashkiloti har yili bir mavzu doirasida, masalan, oldingi yil o'sha iqlim o'zgarishi bo'lsa, bu yilgi mavzu doirasida mehnat muhofaza qilishning yangi bosqichi va ish joylarida sun'iy intellekt va raqamlashtirish roli mavzusida tadbirlar o'tkazib kelyapti. Bugun mana kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi tomonidan shu mavzu doirasida korxona tashkilotlari muassasalarini o'rtasida davra suhbati, undan tashqari o'sha mehnat muhofaza qilish sohasidagi mutaxassislarni zakovat o'yinlari, undan tashqari o'sha mehnat muhofaza qilish sohasida jamoatchilik nazoratini tashkil etish yuzasidan respublika ko'rik tanlovlari o'tkazilmoqda. Endi mehnat muhofaza qilish sohasida bu joylarda o'sha muassasalarga, korxona tashkilotlarida o'sha ish joylarini xavfsizligini ta'minlash, baxt hodisalarni oldini olish, xodimlarga o'sha qulay mehnat sharoitlarini yaratish borasida mutaxassislar tomonidan seminar, treninglar tashkil qilinmoqda. Tadbir doirasida mehnat muhofazasiga bag'ishlangan ko'rgazmalar, ishchi xodimlarning maxsus kiyimlari, shaxsiy himoya vositalari namunalari yarmarkasi tashkil etildi. Shuningdek, xodimlarning huquqiy va mehnat sohasidagi savodxonligini oshirish maqsadida mehnat muhofazasi, amaldagi qonunlar va inson xavfsizligiga doir zakovat o'yini ham o'tkazildi. Tadbir yakunida mehnat muhofazasi va xavfsizligi bo'yicha jamoatchilik nazoratini tashkil etish mavzusidagi Respublika ko'rik tanlovining viloyat bosqichi g'oliblari taqdirlandi. Ularga viloyat kengashi tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar topshirildi.